Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, mana bugun bizlar shunday yerga keldik. Sariyasa tumani Obuzarang qishlog'ida shunday bir shifobaxsh buloq suvi bor ekan. Teri kasalliklarga foyda qiladigan. Shu joyga keldik. Sariyasa tumanidan qishloqqacha, Obuzaranggacha mashinada keldik. 1,5 kilometrda piyoda bosib o'tdik. Mashina kelmaydi ekan bu yerga. Qo'riqxona. Bu yog'i chegara, Tojikiston ekan bu. Tojikiston, men sizlarga tabiatni ko'rsataman. Uzoqda tog'larda qor ko'rinib turibdi. Bugun 12-iyul 2026-yil. Xorazmda 45-50 gradus issiq deydi, dim issiq telefonda gaplashsak, lekin bu salqin. Havası acayip. Namidan pastdan daryo oqib turibdi, kichkina daryo. Suvi shunday muzlay. O'sha sonda top холодильникdan suvunday. Burada adamlar kelgan, ko'pchilik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Daryoni ko'rsataman birinchi. Keyin suv tushib turgan suvni ko'rsataman. Endi ko'prikdan o'tamiz. Daryo